Bu acımız 65 yaşmış Qashqarniki Poskam naisidan bu acımız mush nefes qilib doktorxonaga kelgan. Kelgandan keyin biz tekshirsak bu acımızdan birinchidan o'tkizdan masala ekan. Andan keyin yurakninki cho'ng klapandan qon kaynigini avval bir qadar ig'ir ekan. Bu acımızdan hafta davolagandan keyin bu o'tkizdan avval yaxshilandi, lekin nefes qilish avval ko'rinarlik yaxshilanmadi. Shuning bilan bu acımızga shu ko'krakdan yurakning uchidan küçük tiş bilan klapan almashtirilgan shu Jinxinjian Tower deymiz. Shu operatsiyani qildik. Qandan bu acımızniki shu nafas qilishi yaxshilanish avval ko'rinarlik bo'ldi. Hamda yurakdan klapan asli kelgan ekan. Bu operatsiya menayt o'ngishli bo'ldi. Bu operatsiyaning bir qadar qimmat 250 ming atrofida ekan. Bu acımızniki tuvan turish bo'lgan ekan. O'zining yendan 30 ming atrofida pul chiqdi. Operatsiya degan asli kelishim shunday yaxshi. Hem de bu operasiya hamma odamga mos kelmaydi. Ya'ni birinchidan yish cho'nglarga, ikkinchidan shu ko'krakni kesib, klapan almashtirishga mos kelmaydigan bemorlarga andan keyin mos keldi. Masalan, so'raydiganlar 181 998 77 34 nomerida undar qilib masalan so'rasangiz bo'ldi.